Men farzandlarim ushbu maktabga olib kelganimga bugun bu yil 8 yil bo'lgan bo'lsa, shu 8 yil oldin birinchi kungi taassurotlar juda ham boshqacha bo'lgan. Ularning imtihon jarayonlari shaffof holda o'tkazilgan. Farzandlarimni olib kelganimda juda ham yaxshi niyatlar bilan olib kelganman va shu kungacha bo'lgan ishonchimni maktab ma'muriyati oqladi. Ta'lim sifati va farzandlarimning bilim darajasi juda ham yuqori o'rinlarda ketyapti. Mana qizim 10-sinf, ikkinchi farzandim 8-sinf, uchinchi farzandim 3-sinfda shu maktabda o'qiyapti. Ularning bilim darajasi juda ham ortig'i bilan biz bundan xursandmiz. Juda katta yutuqlarga erishdi. Qizim sayfir oldi. Aytis oldi undan keyingi holatda. O'g'lim mana bu yil 8-sinfda yana harakat qilyapti. Maktab jamoasidan, o'qituvchilaridan juda ham xursandmiz. Bilim darajasi biz ota-onalarni qoniqtiryapti. Kelajakdagi maktabga avvalambor juda katta tilaklarni bildiraman. Bundanda yuqori cho'qqilarga erishsin. Bu maktabdagi hamma shu yerda o'qitayotgan farzandlarimizni o'qitayotgan o'qituvchilar juda ham bilimli, salohiyatli o'qituvchilar. Shu sababli bizning farzandlarimiz juda ham yuqori natijalarga erishdi. O'qituvchilarda to'g'ri tanlanganligi, ularni o'quvchilarga, farzandlarimizga berayotgan kuchli bilimlari tufayli bizni farzandlarimiz har bitta erishayotgan yutuqlari shu o'qituvchilar orqasidan. Bu maktabdagi kelajakdagi ishlariga omad va zafarlar tilayman. Avvalambor maktab jamoasiga, maktab direktoriga ota-ona sifatida o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat.